Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugun sizlarga bir tarixdagi endi bizagi muzeyim deymizmi, saqlagan bir libos haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bu kurta degan kiyim bo'lgan. Kurta deymiz bizda. Asli paranjiyam deb aytiladi bu narsa. Surxondaryoda kurta deyiladi. Bu kurta asosiy ayollarning islomiy milliy libosi hisoblangan. Buni ko'p ayollar mana shu jamoat joylarga chiqqanda mana shu yuzlarini berkitib nomahramlardan mana shunday qilib kiyib yurishgan. Mana shunday lozimam kiyganini ko'rganman o'zim ham yoshligimda. Bu qaynonamniki. Qaynonamni 100 yoshdan oshib ketgan bo'lardi hozir tirik bo'lganda. Rahmatli bo'lib ketgan. Mana shu saqlab yuribman esdalik uchun, qaynonamdan esdalik. Buni hamma ayollar kiyishgan oldin. Ularning eng bir obro'li kiyimi hisoblangan ayol kishilar uchun. Mana yuzlarini nomahramni ko'rganda mana shunaqa qilib berkitishgan yoki mana qilib berkitib kiyib yurishgan mana shunaqa ayollar. Har xil ko'rinishda kiyishgan. Bu hijobdan farqi, hijob ayollarning faqat sochi bilan bo'ynini berkitadi. Bu butunlay tanasini berkitgan. Bir bo'yi uzun bir, masalan, hozir endi o'tirgan holatda ko'rsatyapman sizlarga. Bu chevar ayollarimiz buni Surxondaryoda mana qo'llari bilan chiroylilab mana har xil tikka mana tikishlari qarang, mana gullab turib chiroylilab bezaklar bergan. Har xil bu oddiyrog'i juda chiroylilarini ko'rganman men. Qip-qizil paxtali, ipakdan bo'lganmi, boshqacha materiallari ham chiroylida buni. Mana tikilgan, mana chiroyli. Ana shuni kiyib yurishardi. Hamma janozaga bo'lsa ham ayollar jamoat joyiga 10 ta, 20 ta ayol hammasi kiyib ketaverardi. Bu shu davrning o'zining milliy libosi hisoblangan. Ayollarimizning or-nomusi, g'ururi hammasi shu ichida bo'lgan. Butunlay erkaklardan bular tubdan farq qilgan. Hozir kunda endi madaniyatimiz, zamonamizda o'zgarishlar, texnologik asr deymiz. Internet mana shu hammasi kirib kelib, chet el madaniyati ko'proq kirib kelyapti o'ylayman-da. Hozir endi u payt bu narsalar kam bo'lgani uchun o'zimizda milliylik kuchli saqlanib qolganda. Mana shu yengining bir tomoni, ikki tomoni ham tikilgan. Yarim mana shu boshni mana shu joyga kiygizgan aytmoqchi. Mana shunday qilib kiygan. Shunday qilib kiygan. Buni turganiga mana bir asrlik kiyim bu hozir menda muzeyda gap uyda turibdi bu. Lekin qandaydir materiali ham chiroyli. Buni ichiga kirgan odam bir boshqacha bir narsalar his qiladi-da bir. Shuning uchun sizlarga ham bir ko'rsatgim keldi. Bu Surxondaryodanman men. Surxondaryoning eng milliy kiyimi bo'lgan ayollarning bu. Boshqa joylarda ham bo'lish kerak, u boshqacharoq. Hamma joyning o'zining kiyimi bo'lgan shu davrlarda. Rahmat. Ozgina tushuncha beray dedim sizlarga.